Hammaga assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan men Jamoliddin Kamolov va bu Kamolov Algorithmics YouTube kanali do'stlar. Sizlar bilan bugun yana robotlar haqida gaplashamiz. Bugun juda qiziq mavzu bizda Venomda 20 ta real shot. Hech qaysi biri centavey emas, hammasi real shot bo'ladi do'stlar. O'shani ko'rib chiqamiz do'stlar, xudo xolasa. Va birinchisi bo'lib bizda aytib ketaman 19 ta real shot уже olim bo'lgan prop shot, ya'ni o'til bo'lgan prop shotlar ham bor, unga ham ruxsat bor. Ya'ni o'til bo'lgan shotlarda hozircha Funded Nextda bizda уже martingale ishlatish ruxsat berilyapti. O'shaning uchun biz mana ko'zingizda ko'rib turibsizlar, mana shotimizni bu bizda уже Funded Next server Hedge Funded Next funt dollarda turibdi. Bu birinchi robotimizni hisoblasak bo'ladi. Funt dollarda robotimiz ishlayapti va kelinglar istoriyasini ko'rib chiqamiz qisqa qilib. Qisqa qilib istoriyasi, bizda komissiya bor ekan. Komissiyamiz общий $3.57 sostavlat qildi va bizda shunda sof foyda mana bu sistema bo'yicha hop общий bizda hozir aytaman общий foyda 27.78, ya'ni $27, ichidan minus 3.57 ni olib tashlaysizlar do'stlar. O'shanda примерно mana $24.21 tashkil etyapti daromadimiz. Bu bizada уже xudo xolasa bitta video отдельно chiqariladi. Mana shu $20 yoki $50 birinchi mana prop shotimizdan yechib olganimiz prop shotdan yechib olamiz. Xudo xolasa o'shanda bizda уже isboti bilan bo'ladi. Hozirgi paytda Venom roboti prop shotlarga berilmayapti. Hozir uni yo'lga qo'ymadik. Prop shotda hozir o'zimiz ishlatib ko'ramiz. Normalniy bo'lsa hamma narsa darchi bo'lishi ketaveradi do'stlar. Prop shot ko'rdinglar, real prop shot, o'til bo'lgan prop shot, komissiya hamma narsa как положено olinyapti. Bu yerda funt dollarda ishlayapti. 3 ta parada ishlaydi, CF'da ishlaydi, funt dollarda, yevroda. Eng zo'ri hozircha funt dollar ko'rsatyapti o'zini. Buni skrit qilamiz. Ketidan bizda ikkinchi shotimiz kelyapti. Ikkinchi shotimizda bizda 2000 talik real shot. Bizda deyarli hamma shotimiz Light Finance'dan, Light Finance live akkauntlardan, ya'ni real akkaunt, bu hech qanaqa centavey emas. Kelinglar buni ko'rib chiqamiz. Bizda vся istoriya qilamiz. Bu yerda hamma tarixni ko'ramiz. Общий tariximiz bo'yicha bizda yevroda ham ishlagan paytida bu robot keyin mana funt dollarda ishlayapti. Общий $180 qilgan. Agarda biza serverimiz sal qotib qoldi, funt dollari o'zini bu yerda depozit pul kiritib chiqarilgan. Funt dollari o'zi bizda 09.08 dan ishlashni boshlabdi. Kelinglar o'shani o'zini ko'ramiz. 08.09 desa bu bir haftadan sal oshibdi. Imminna funt dollarda, aynan funt dollarda ishlaganiga. Kelinglar bugungacha qancha topgan ekan? Bir hafta-yu bir kun ichida 6 ish kuni bo'ladi unda. 6 ish kunida $87. $87 kimgadir katta, kimgadir kam. Do'stlar, endi bir haftalik bunda olib qolsa yomon emas, lekin 2000 talik real shotliga qaramasdan biz 2000 ga qarab risk qilmaymiz. Biz aslida bu yerda 1000 taliga 800 talik 1000 talik shotni nastroykasini to'g'riladi. Hech qachon 2000 taliga taqamaymiz. Hech qanaqa agressivniy rejim emas, maksimalniy безопасный rejimda ishlayapti. Shu paytgacha где-то $50 prasatga kirdi. Aynan mana shu qisqa periodda $50 prasatga kirdi. Endi biz 2000 talik dollar zap anaqalik qilib qo'yganmiz. Zapasi bilan har ehtimolga qarshi mana bunaqa padeniyalarda ham ishlagan. Mana bunaqa joylarda ishlamadi-yu, bu yerdan ham chiqib ketadi deb o'ylayman. Mana shunaqa joylardan bu narsa bo'lib qolmasin deb bizda shotimiz общий 2000 talik, lekin o'ylashim bo'yicha bunaqa joylardan ham o'tib ketganlarni, bemalol o'tib ketganlarni ham hozir ko'rsatamiz. Boshqa paralarda, boshqa anaqalarda ham ko'rinib ketadi. Xo'p, bu bizda ikkinchi shot, uchinchi shot mana bu bo'ladi. Nomerlarni o'zingizlar ko'rib ketsanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa 2000 talik shot bu. Yana mana bu yana bitta shot. Nomerlarni o'zingizlar ko'rib ketsanglar bo'ladi. Bu bizda 4-shot. Har bitta serverda bizda 4 tadan robot bor. 4 tadan
ko'rsanglar bo'ladi. Mana akkaunt nomeri har doim mana bu yerda yoziladi. Ko'rsanglar bo'ladi. Yana nech pul qilganligini, bu yerda misol uchun $120 qilgan ekan. Misol uchun, bu yerdagi real счетda propnasda 114 oyiga. Общий emas bu. Mana bu yerda 120 oyiga. Mana bu yerda sal lipillab turadi, chunki bizda полный прогрузкада va обновиться qilib turadi sistema. Xo'p, bu yerda birinchi 4 ta счетimizni ko'rdik. Hammasi 2000 talik счетlar bizda. Kelinglar keyingi счетlarni ko'ramiz hozir. Xo'p do'stlar, hozir 404-serverimizga kirdik va bu yerda ham mana bu bizda Venom ishlayapti. Necha akkauntda hozir akkaunt счетimiz 4000 talik счетda ishlayapti hozir. Mana peripatlarni ham ko'rgansizlar. Mana peripatlarda ham qanaqa ishlaganlari. Aynan bizda mana bu yevro dollar parasi sal aktivniroq, tepa pastga yurish yaxshi ko'radi. Sal nestabilniroq paralardan bittasi hisoblanadi. Oxirgi kunlarda shunaqa bo'lib qoldi. Trendoviy направлениyaga ketadiganroq para bo'lib qolgan. Endi bozor u yoqqa bu yoqqa chayqayapti. Shunda ham mana ishlayotgan joylarini ko'rsanglar bo'ladi. Uni sal yaqinlashtiraman. Mana tepaga ketganlarda, mana bunaqa aktivniy tepaga ketganda, aktivniy pastga bittada sakraganda, qanaqa ketganlar ishlayapti. Shu bu yerda muammo bo'lmadi. Mana bu yerda ozgincha muammo bo'ldi. Bu yerda deyarli chiqib ketdi. Deyarli bu yerda примерно $500 prosentka bo'lgan. Xo'p, istoriyasi bo'yicha ketdik ko'rib chiqamiz. Bu bizani xo'p 404-serverdagi 4 ta robotimiz. Xo'p, istoriyamiz $19. Bu bizda qanchada ishlabdi? $19. Men tushunolmadim. Barcha istoriyasini ko'ramiz. Barcha istoriya bo'yicha $156 ishlagan. Oxirgi oy bu endi to'lig'ona oy ishladimi yo'q bilmadim. $136 ishlagan ekan. Xo'p, bu serverdagi ikkinchi robotimiz bizda xo'p, bu realniy счет hammasi istoriyaga yana kiramiz. Vsa istoriya ketdi. Bu yerda xo'p, bu yerda ham $126. Oylik hisoblama bo'yicha $108 hisoblangan robot tarafidan, men tarafdan emas. Birinchi savdoyimiz bu yerda yevro dollarda, hozir aytaman qachon boshlagan. Birinchi savdoni yevro dollarda robot 0827 da boshlagan. Hozir 09-chislo 16 anaqa sanada yozilyapti bu video. Ya'ni 27 da bu bir oylik natijani ko'rsatadi. 08-oy 27 da boshlagan bo'lsa, 09-oy 27 da ko'rishimiz kerak, lekin hozir 09-oy 16-kuni, 27-kun emas. Ya'ni bir oydan kamroq ishlab turib, bu yerda bizda sof foyda bo'yicha $126, men o'ylashim bo'yicha endi 200 ga yaqinlashib qoladi. Yana qaytaraman, bu yerda $4000 akkaunt bo'lsa, $1,5-2,000 akkaunt nastroykasini, ya'ni ko'proq o'shanga riskini mo'ljallab qo'yganmiz. $4000 bizda bufer maksimalni Swiftdan uzoqroq turish uchun mana shunaqa stabilniroq variant qo'yilgan bu yerda. Inobatga olinglar shuni. To есть men bizda bu yerda maksimalni jarni qilib, maksimalni robotni hech kim bu yerda zajimat qilmayapti. Hech kim uni qiynatayotgani yo'q robotni. Hech kim maksimalni puldan maksimalni vykachka qilib riskka qo'yib, yo'q, biz unaqa narsani anaqaga qo'yganimiz yo'q. Bizning plan bo'yicha stabilniroq, dalg'asirishliroq ishlash kerak. Ya'ni bu robot bemalol $2000 счетda ham ishlayveradi, lekin biz aytganimizdek zapasi bilan 4000 qilib qo'yganmiz. Xo'p, bu счет, men bu счетni ko'rsatdimmi bilmadim. Qisqasi buni ko'ramiz. Xo'p, men bu счетni ko'rmagan ekanmiz. Keyingi счетimiz уже bu получается hozir mana bu 7-robotimiz. Hop, $15 ishlangan ekan, 12-chilo 14 aralashib ketibdi bu yerda. Barcha istoriyani ko'ramiz. Plus minus bo'lgan $138 bu yerda. Keyingi счетimiz do'stlar tez ko'rib ketamiz, bo'lmasa 20 ta счетni ko'rish ham o'zi bo'lmaydi bitta videoda. Bu yerda bizda sof foyda $216 счет qachon ochilganligini shunday ko'rib oling. Urushni ishlanmagan. Bu yerda hammasi yevro dollarda ishlanyapti. Bu счет yevro dollar kirish chiqish qilingan.
pulni kiritib chiqilgan. Polni yevro dollarda ishlagan ekan do'stlar va 27-sanada o'zi ishlashni boshlagan ekan. Bu ham o'tgan oy 27-sana. Eslatib o'taman, bugun 16-chislo. Mana bu yerda pastda ham bor. Sal surib ko'rsatib olayman, lekin unda pastga o'tib qoladi. O'zi o'tib qolibdi. Mayli. Bugun mana kalendarni ochib ko'rsataman. Mana 16-chislo sentyabr 2025 do'stlar. Xo'p, keyin bo'ldi. Bu shot bilan hozir tugadi. Xudo xolasa yangi serverga hozir o'tamiz. Buni mana server bo'lsa-da 404 bo'lsa, Bandicam o'tib qoldi, surilib qoldi. К сожалению, mayli hozir keyingi serverga o'tamiz do'stlar. Xullas do'stlar 422-serverimizga o'tdi. Bu serverimizda bizda boshqa pari ishlayapti. Yevroni hozir bundan oldin ikkita shot yevroda, ikkita shot funt ishlagan edi. Bundan oldingi serverda, bundan ham oldingi serverda hammasi funt ishlayotdi. Bu serverimizda hammasi funt CF shotida ishlaydi. O'shani hozir ko'rib ketamiz do'stlar. Yevro CFda barcha anaqasi ishlaydi bunda. Молодой shotlar, ya'ni jamlaga katta tarixga ega emas. Yangi sveji shotlar bular. Xo'p, bugungi emas, hamma barcha istoriyasini ko'ramiz. Barcha istoriyamiz bo'yicha bizda 15-chisloda ishlagan azgincha, keyin to'xtagan, 8-chisloda ham ishlashni boshlagan. Mayli, 5-chisloni hisoblab ko'rganimizda 5-chislo mana oy. Yo'q, to'xtang. 5-chisloda mana oy. 5-chislo bu deyarli 10 kun, 11 kun ishlagan. Bu yoqda yana minus qilib tashlaysizlar, dam kunlarni, bilasizlar, dam kunlari bozor yopiq bo'ladi. Shuni hisobiga $55 bu yoqda shotimiz bor. $55 shotimiz bor. Foyda, bu sof foyda, общий sof foydamiz. Bunaqa shotlardan bizda yana bir nechta bor, mana ko'rsatib ketamiz. Bir nechta shotimiz bor. Unga o'tamiz. Bunda ham общий ko'rib ketamiz. Mana buni teparoq qilaman. Real emasligi gapiradiganlar bo'ladi. Hammasi real. Xo'p, istoriyasini all history qilib mana bitta pastini shunday ko'rib ketamiz do'stlar. Xafa bo'lmaysizlar, $54 bu yoqda ham. Ochiq savdolarda hech qanaqa katta minuslarimiz yo'q. Keyingi hisobimizni ham istoriyasini ko'ramiz. Bu yoqda all historyni bosamiz. Bu yoqda ham примерно $55. Bu ham realniy shot. Hech qanaqa prosatkada yo'q. Xo'p, bu yoqda ham historyga bosamiz, all historyni bosamiz va bu yoqda ham $54. Bu bizda qaytarib o'taman, hammasi faqat 4 ta robot bu serverimizda 422-serverda bizda faqatgina yevro CFda ishlaydi, boshqa parada ishlamaydi. 4 tasi bu yoqqa. Keyingi serverimizga ketdi. Xo'p do'stlar, 608-serverimizga keldi. Bu serverimizda hammasi deyarli bizda hammasi faqat yevro dollarda ishlaydi. Buni ham istoriyasini sira ko'rib ketamiz do'stlar. Bu yoqda all historyni bosamiz, ko'ramiz nechta pul foyda bo'lganligini, qachon boshlanganligini bitta ko'zdan kechirib ketamiz. Hammasi примерно bir xil vaqtda boshlangan, 26-chisloda boshlangan ekan. Bir kun vaqtliroq boshlangan eski shotlarga nisbatan $182 foyda qilgan, bir oydan kam. Yevro dollarda hammasi ishlayapti. Bironta ruchnoy сделка yo'q bu yoqda. Hammasi mana ekspert ID 2025 mana shu ekspert asosida ochilgan. Ya'ni hammasi bu yoqda faqatgina robot ochgan buni. Istoriyasini qanaqa ishlaganlarini bu yoqda ko'rsanglar bo'ladi. Mana hammasi qo'l ostida. Hech qanaqa sandwich o'tamas. Bu 1, mana bu 2 do'stlar. Buni ham all historyni bosib ochamiz. Tez ko'rsatish kerak, chunki bu yoqda minus bor ekan. Lekin bu shotda ruchnoy ishlangan. Yo, to'xtaylar, nimagadir bu yoqda GBP USDda minus bor ekan. Bu ruchnoy ishlangan do'stlar. Bu yoqda ruchnoy ishlangan, mana spot bilan place it manually degan, ya'ni ruchnoy ishlangan. Bu hisobni значит biz hisobga olmaymiz. Ruchnoy ishlangan, mana bu kimdir ruchnoy ishlagan ekan. Plus bu yoqda bu shotimizda robot o'chiq ekan do'stlar. Buni hisobga olamiz. Bu robot chiqib ketadi bu yoqdan. Shotdan. Istoriya, hop, bu yoqda 182. Hop, bu yoqda robot ishlayapti. Bu yoqda robot ishlayapti. Istoriyamizni ochuv сделкалар bo'yicha 0 sent, $0 12 sent zararimizda turibdi hozir. Hop, bu yoqda
$183 foyda va uchinchisida bizada istoriyaga kiramiz. Istoriyani ochamiz. All history'ni tanlaymiz. Bu yoqda bizada xuddi примерно shunaqa bo'lsa kerak. Bu yoqda ham 158-shot. Lekin mana bu shotimizda minus joyi bor ekan. Bu bizada 737-akkaunt. 737-akkauntni 608-serverda hozir men o'chirib qo'yishim kerak. Xo'p, robotni spiska bo'yicha o'chiruvga qo'yib qo'ydik. Keyingi serverimizni ko'rib chiqamiz do'stlar. Xo'p do'stlar, 269-serverimizga kirdik. Mana tepada o'rtada nomeri bor. 269-serverimizda bizada ikkita aralash qilingan. Bizada bitta mana funt dollar, bizada funt dollar, keyin yana funt dollar, keyin bizada yevro, yana bitta yevro. Mana bizada 4 ta akkaunt bo'lib turibdi. Har bittasining nomeri mana o'zgaradi, ko'rsanglar bo'ladi. Har xil akkauntlar. Yevro как обычно bizada tezgina yevroni shotini ko'rib chiqamiz do'stlar. All history'ni bosib, ya'ni barcha tarixni ko'rib chiqishga All history'ga o'tamiz nastroyka bo'yicha. Birinchi savdomiz bu yoqda, xo'p, ruchnoy savdo yo'qmi ekan? GBP, JPY da ozgincha ishlagan ekan. Bu ruchnoy, buni hisoblamaymiz. Buni hisoblamaymiz ruchnoyni. Bo'ldi. Birinchi bizada anaqa bo'yicha ishlagan variantimiz, robot bo'yicha ishlagan variantimiz 9-chисло 9-oy 2-chислоda ishlashni boshlagan ekan. Polniy yevroda ishlagan. Bu yoqda biz $176 sof foyda ko'rgan ekan. Ichidan bittagina ruchnoy ochilgan сделкamiz bor. $39 minus qilishingizlar, где-то примерно mana $130 foyda qilgan bo'ladi. Orientirочно, taxminan mana shunaqa foyda qilingan bo'ladi. Xo'p, bu keyingi shotimizda ketdi. Bu yoqda ham bu 3000 talik shotimiz. Narigisi nechtalikdi? Narigisi bu ham 3000, bu ham 3000 talik shot. Bunda All history bo'yicha sof foydamiz $127 bo'lyapti. Aytganimdek, o'sha $120-130. Bez ruchnoy походу bu yoqda hech qanaqa ruchnoylar yo'q. Hammasi 003 dan ochilgan. Keyinchalik Martin ishga kirgan, foydaga olib kirib ketgan. Deyarli ko'p сделкаlar ko'rsa 03-05 kamdan kam mana bunaqa katta anaqa chiqadi. Katta lotga kamdan kam chiqib ketgan, 0.19-0.29 ga chiqqan. Bu degani robot o'zi изначальный входini более-менее korrektni topadi. Ko'pincha tochkalarni korrektni topib ketadi. Keyingi robotimizga o'tdik. Bizda endi bu опять-таки funt dollar roboti, funt dollar robotimizning ishlashini yanada ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu ishlab ketyapti. Sakramagan joylarda ham qanaqa ishlaganlarini ko'rsatib ketdim do'stlar. Funt dollarimizda ham tarixini ko'rib ketamiz. Tarixini. Xo'p, funt dollarda bizda bu yoqda yevro dollar, uzr, adashimman. Birinchi savdoimiz o'sha robot orqali ochilgan 09-02 da 9-oy 2-chислоda mana shu oyda ochilgan ekan va sof foydamiz $126. Normalni, menimcha normalni. 02 da ochilgan bo'lsa, bugun 06 ikkita anaqani olib tashlasa 14 kun. 14 kundan plus yana kamida 2 kundan bo'ladi-da. Вообще четко ishlagan, по-моему, normalni ishlagan. Hisoblaylar o'zingizlar. Mana 14 kun minus 2 yoki minus 3 kun desanglar ham 11 ish kunida $126. Bu 3000 talik shot, bunga ham примерно 2000 talik orientirovka urilgan. 2000 talik nastroyka urilgan bu yoqqa. Biz hech qachon maksimalni shotni qiynamaymiz. Ya'ni-da bizga shotni безопасности va uzoq muddat yashashi bizga eng muhim narsa bo'ladi. U ham bizda 3000 talik shotimiz. 3000 talik shot. Buni hammasini vся istoriya qilib bosamiz. Hop, bu yoqda $104 ishlangan ekan. Funt dollar, bu shotimizda funt dollar. Ozgincha tonda ham ko'rganmiz, olib tashlaganmiz bunda. Yevroda keyin bundan oldin ishlagan. Yevroni olib tashlab, keyin biz bu yoqqa GBP USD ni qo'yganmiz. Общий $100. Endi bu shotda ozgincha перекидка bo'lgan, bu shotni ma'lum bir vaqtda o'zgartirganmiz GBP ga, bundan boshqa paradan. Shuning uchun performansi sal tushganroq bu yoqda hisob-kitob bo'yicha. Xullas, do'stlar, примерно mana sizlarga 20 ta robotni
kurs chiqdim. Hammasi realniy счетda, hammasi mana shu Venom robotimizda ishlab chiqqan счетlar. Ishlash akkuratniy, ishlash cho'tki, hech qanaqa muammosi yo'q, ishlayapti. Ko'ramiz, vроде normalniy ketyapti. Buyga ham, sellga ham full avtomat robotlar. Aynan oddiy real счетga $1000 dan yuqoriga, $1000 bo'lsa счетinglar yoki $1000 dan past, 1,5 bo'lsa funt dollarga o'laymiz. Bu более спокойный parq hisoblanadi. Robot o'zini normalniroq, dohodiga nisbatan normalniy o'zini ko'rsatadi bu parada. Agar kattaroq счетinglar bo'lsa, yevroga ham qo'ysangiz bo'ladi. Agar счетinglar $100 bo'lsa yoki kimdir $20 bo'lsa, unda do'stlar, menga ham sizlarga ham foyda bo'lmaydi. Bu tekin robotni qanaqa olish kerak? Shunchaki referalkadan o'tasizlar. Menda 4 ta yoki 5 tacha примерно referalniy partnyorskiy ссылкалар bor. Qaysi brokerlarda IC marketida bor, normalniy ishonsa bo'ladigan broker. Keyin WorldTrade bor, anchadan beri shu yerda O'zbekistonda ofisi yo'q, lekin odamlari bor, yordam beradi. WorldTrade normalniy mana ishlab pul chiqarishni kiritishda bolalar, u ham prinsip ishlasa bo'ladi. Xness ishonch katta unga, xohlasanglar mana qaysi bir yoqsa Xnessga qo'ysanglar ham bo'ladi. Light Finance mana nech pul borligini ko'rib turibsiz. Light Finance'da juda katta summa yuribdi. Xohlasanglar Light Finance'ni ham tanlasanglar bo'ladi. Hech qaysi brokerga menga ishoninglar 100% garantiya zo'r deb men aytmayapman. Просто mana sizga 4 ta broker qaysi biri ma'qul kelsa, o'shana partnyorskiy ссылкасini beraman. O'sha partnyorskiy ссылка orqali ro'yxatdan o'tsanglar va счет nomeringlarni berasizlar, keyin menga счет nomeri ochasizlar, to'g'ri? O'sha счет nomeri o'zi kerak, parol hech narsa kerak emas. O'sha счет nomeri men robot uchun ishlataman, robot xavfsizligi uchun. O'sha счет nomeringlarda ishlaydi do'stlar. O'sha счет nomeringlarda ishlaydi va bemalol mana ko'rib turibsizlar, ishlayotganda sizlarga ham xudo xolasa foydalanib olib keladi. Hech qanaqa garantiya, hech qanaqa javob deb aytib o'tirmayapman. Odamlar ishlatyapti, ishlasa bo'lyapti, normalniy, вроде mana даже prop счетga ham ulayapmiz. Yana qaytaraman, o'zingizlarni riskinglarga men bir sim robot uchun olmayapman. Bittagina sharti shu, biz ham bir qism ishlashimiz uchun shunchaki anaqadan o'tsanglar bo'ldi, yetarli. Referalniy ссылкасidan o'tsanglar, havoladan bo'ldi, yetadi. Mana robotni olasizlar, ishlataverasizlar. Bir sim to'lamasdan mana shulardan plus fayl sizlarga beriladi. Fayl sizlarga beriladi, plus bu seti bilan albatta beriladi. Plus biza mana server olishingiz kerak bo'ladi. Meni serverimda turmaydi. Hech qanaqasi men ulab qo'ymayman. O'zingizlarning serverga olasizlar, ulatib, bemalol ishlatib o'tiraverasizlar do'stlar. Shunaqa gaplar do'stlar, aloqadaman, aloqaga chiqinglar. Nomerim 97 735 54 74. Xuddi shu nomerda Telegram ham bor, WhatsApp ham bor. Farqi yo'q, distansionni ko'pincha ulataman. Ofisim yo'q menda, ofisga kelib ko'rishinglar deyishga hojat yo'q. Menda ofis yo'q, prямой distansionni yoki ulab olish kerak bo'lsa, mikro haq 100 ming, 200 ming bersanglar, agar o'zingizlar ulolmasanglar, shu server ochib beramiz, serveringizga qo'yib beramiz. Shu qisqa 1 soat, 2 soat vaqt ketadi, o'shani haqqini bersanglar bo'ldi. Yoki o'zingizlar server ochishni bilsanglar, o'zingizlar nastroyka qilib qo'yishni bilsanglar, bemalol faqat xursandman, o'zimni ham vaqtim tejaladi. Bir kishi hech qanaqa komanda yo'q menda. O'zingizlar qo'yib olsanglar, mendan bir xursand bo'laman. Faqatgina $20-30 счетga olib o'laylik desanglar, olib menga ham foydasi yo'q, vaqtimizga ketgani qoladi. O'shaning uchun seryozniyroq счетlar bo'lsa, 400, 500, 600, 700 ming, 2000, mana 3000, 4000 talik счетlar bo'lsa, bemalol kelinglar, ulaymiz. Sentoviy счетlar masalasida nastroykasi yo'q menda, nastroykasini примерный qilib qo'ysak bo'ladi. Kattaroq sentoviy счетdan $1000 sentoviy счет qo'ymoqchi bo'lsanglar, qilsa bo'ladi. Aloqaga chiqinglar, gaplashamiz, lekin bilmadim qanchalik anaqa realni mana ishlab turgan sentoviy счетda opitim ham yo'q, nastroykam ham yo'q. Xudo xolasa amallab topsa bo'ladi lekin. Do'stlar, sizlar bilan men Jamoliddin Kamolov, mana robotlar ishlayapti. Aloqadaman, xudo xolasa, podдержка deb bo'lsanglar, mana podдержка quraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.